TV a'zolari, YouTube tomoshabinlar, azizlar, padagonlik qo'yish haqida video qilamiz. Sababi hozir biza o'sha ko'p yildan beri faqat rotmingga qo'yamiz, ya'ni knaf ishlatamiz. Har doim qayerga bormaylik, shu knafdan firmakidan ishlatamiz. Narx sal balandroq bo'lishi mumkin boshqa rotminglarga nisbatan, lekin sifat bo'yicha juda ham yaxshi. Ko'p yildan beri, 10-15 yildan beri mana shu padagonliklarni masalan shu rotmingga bostirib kelamiz. Ayrim joylarga ko'rdik, stiyashga, ya'ni sementli o'sha betonni qorib quyib qo'yilganidan keyin yoki bo'lmasa albastrga qo'yib o'sha bostirilganini ko'rdik. Keyin penaga ham quyishar ekan. Penani ham ko'rdik biz, lekin rotmingga qo'yamiz ko'p yildan beri. O'sha effekt juda ham yaxshi, hech qanday muammo bo'lmagan. Ayrim joylar ko'rganmiz, mana semichka samarangiz qotiriladi-da. Har joydan keyin sim o'rab yoki bo'lmasa shu semichka o'zi faqat teshib chiqmaslik kerak bu yoqdan. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Ayrim joylar ko'rdik, shu semichka samarangizdan qotirib, to'liq keyin bostirsa, u ham ma'qul variant bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlarda o'sha qanday mahsulot ishlatasizlar, o'sha haqida fikrlar yozsangizlar, fikr almashamiz bemalol. Qaysi ma'qul, qaysi o'sha ko'p chidab beradi. Biz lekin rotmingga pastani qo'yib kelamiz, hech qanday muammo bo'lmagan shu paytgacha. Ajralish, keyin qurib, masalan, ko'tarilish, unaqa narsalar bo'lmagan. O'sha shirasi yaxshi, knaf ishlatamiz har doim. Shuning uchun fikrlaringizni bilaylik, bemalol yozsangizlar bo'ladi. Usta akalarimiz qanday o'sha mahsulotga qo'yilgan, penaga qo'ygan ma'qulmi yoki bo'lmasa o'sha semichga qotirib mana shunday sementli rastvorga yoki bo'lmasa rotmingga bostirgan yaxshimi? O'shalar haqida aytib o'tib ketsangizlar juda ham xursand bo'lardik. Hammani topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.